Hurmatli o'quvchilar, bitiruvchilar, ota-onalar, asalning ozi ham shirin deganlar. Shuning uchun men kecha va'da qilgandim 9-sinfga, yana 10-sinfga, 11-sinfga ikkalasiga 5 ta ashula beradi. 5 ta. Ha. 5 ta ashula beradi, keyin kechamizni nihoyasiga yetkazamiz. Mayli, 5 ta ashula marhamat. Ha? Keyin 9-sinflar ertaga 9-sinflar ertaga hammasi keladi soat 8:00 ga. Iloji bo'lsa ota-onalarni olib keladi. Qayerga kollejga boradi, qo'l qo'yib, anosini yozib, shalatlaman birdan beradiganimiz beramiz, bermaydiganimizni ikkinchidagi kollejga o'zim olib borib topshirib kirgizib qo'yaman. O'qiyveradi. Tushunarlimi? Sulxon mana Bo'stondagi bir ukamiz yaxshi xizmat qildi. Bularga rahmat aytamiz. Chiroq ustalariga, Seta muzikachilarga, hammasiga, mana shu yerda turgan 10-sinfning ota-onalariga ham rahmat aytamiz. Biz uchun ancha xizmat qildi. Bolalar uchun ham yaxshi xizmat qildi. Shuning uchun bularga rahmat aytamiz-da, navbatni tugadi-da, navbatni san'atkorlarga beramiz. Kecha va'damni bajaraman. Men aytgandan keyin bajaraman. Marhamat. Bu 5 ta. Marhamat. Beşta. Bir modda o'tirmayman. Marhamat qilishlarimiz. Oxirgi chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Kim bo'ladi, nima bo'ladi, dushanbagacha yo'qotdi jonni vaziyat o'tadi, dushanbagacha yana kim bo'ladi, nima bo'ladi, dushanbagacha yig'iladigan o'tadi, dushanbagacha hamma shu havolayapmiz.
boshlatadi. Shu biz hayotning shamsi quyoshi, shu biz qadimning misolidir. Ko'ngilda yoqqan sevgi chirog'i, ayting ko'ngilning guloridir. Ismini oydan so'ra, aslini kimdan so'ra, ismini kimdan so'ra. Buncha go'zal bu eyvor, ismini oydan so'ra, aslini kimdan so'ra, ismini kimdan so'ra. Buncha go'zal bu eyvor. Orducamdan o'tarsanam, kelmo'laman ko'zimdanam. Nola aylar Alisher ham oydinda chinor tagida. Orducamdan o'tarsanam, kelmo'laman ko'zimdanam. Nola aylar Alisher ham oydinda chinor tagida. Marhamat, talabangizga
Tashakkur san'atkor do'stlar, ajoyib ovozlaringizga yanada chiroyli ovoz qo'shilaversin. Aziz do'stlar, hurmatli davramiz axloq, davramiz ham oxirlab
qoldi. Demak, mana shu bugungi bitiruvchi yoshlarni mana shu bugungi kun bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Ilohim orzulari, armonga niyatlari sarobga aylanmasin. Nimaki orzu qilgan bo'lsa, barcha orzulari ro'yobga chiqsin. Demak, bugungi kunni yaxshi qilib o'tkazishda yaqindan yordam bergan, pand va nasihatlarni ayamagan maktabimiz direktori Xolboyev Haytakaga, qolaversa chiroq ustalariga, video tasvirchi akalarimizga, qolaversa Sevinch guruhining ajoyib xushovoz xonandalariga rahmatlar e'lon qilamiz. Yaratgan Allohga shukronalar aytamiz. Barchangizni qalblaringiz ham, fikrlaringiz ham bo'lmasa, omonat dunyoda omon bo'lingizlar. Hammalaringizga rahmat. Sevdamiz gözler o'chirib qo'yinglar iltimos. Marhamat, oxirgi qo'shiqlarimiz sizlar uchun. 85-yil qilamiz sizlarga. Günler açadı, ayağımda çıkana otadı. Kasımı girmegen gügemde, balalıyı alta falanı. Asmanda günler açadı, ayağımda çıkana otadı. Kasımı girmegen gügemde, balalıyı alta falanı. Yüreğime muhabbet çılama, sağlığın bastayı bulama. Muhabbetsız adam bulamaz. Yüreğime muhabbet çılama, sağlığın bastayı bulama. Masaldır başımıza, muhabbetsız adam bulamaz.
rahmat, sog' bo'linglar deb rahmat. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli o'qituvchilarim, sizlarning bitiruvchi